O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Jizzax harbiy prokuraturasi, Jizzax garnizonidagi harbiy qism, chaqiriluvchilarni harbiy texnika, mutaxassislar bo'yicha tayyorlash markazi, Jizzax narkologiya bo'limi hamkorligida Oq yo'l bilim, ma'naviyat va sport, qora yo'l giyohvandlik shiori ostida sog'lom hayotni tanla mavzusida yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Hozirgi lavha shu haqda. Jizzax viloyat Mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi chaqiriluvchilarni harbiy texnika mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash markazida yoshlar ishtirokida o'tkazilgan tadbirning asosiy maqsadi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularning huquqiy ongi va ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, giyohvandlik kabi illatlarning salbiy oqibatlari haqida keng tushuncha berishdan iborat bo'ldi. Ta'kidlash lozim, uchrashuvda 90 nafar yoshlar qamrab olindi. Harbiy qism va muassasalardagi yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish hamda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida mana bugun biz Mudofaa ishlari boshqarmasi huzuridagi markazda yoshlar o'rtasida giyohvandlikni oldini olish bo'yicha ham bir qancha mutaxassislar bilan uchrashuvlar tashkil qildik. Yoshlar o'rtasida giyohvandlikni oldini olish, uni turli illatlardan saqlash va uni qanday ta'sir etish choralarini oldini olish bo'yicha ham bir qancha ma'ruzachilar tomonidan ma'lumotlar berib o'tildi. Biz mana shunday tadbirlarimizni barcha Jizzax viloyatidagi harbiy qism va muassasalarda davom ettirib boramiz. Uchrashuvda ta'kidlanganidek, har bir yoshning hayotda muvaffaqiyatga erishishi avvalo bilim olishga intilishi, yuksak ma'naviyatli bo'lishi va sport bilan muntazam shug'ullanishiga bog'liq. Aksincha, giyohvandlik inson salomatligi, oila tinchligi va jamiyat barqarorligiga jiddiy xavf tug'diruvchi illatlardan biri hisoblanadi. Shu bois bu kabi salbiy holatlarning oldini olishda profilaktik targ'ibot ishlarining ahamiyati beqiyosdir. Tadbir davomida ishtirokchilarga giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning inson organizmiga salbiy ta'siri, ularning huquqiy oqibatlari hamda bu illatning yoshlar kelajagiga yetkazadigan zarari haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shuningdek, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, sport to'garaklari va madaniy-ma'rifiy tadbirlarda faol ishtirok etishi sog'lom hayot tarzini shakllantirishning muhim omillaridan ekani qayd etildi.